Vesvese şeytanın taqvodor kishilarni ozdirishdagi eng muhim quroli. Bu ko'p hollarda biz tahorat olgan vaqtimizda yoki namoz o'qigan vaqtimizda ko'p yuz beradi. Masalan, tahorat olgan vaqtimizda jaynikimni qushab yudimmi, yumudimmi? Beshimga masih qildimmi, qilmadimmi? Putimning barmoqlarining orasiga suv o'tmay qolganmidi? Namoz o'qigan vaqtimizda men hozir 2-rakatdimi yoki 3-rakatdimi? O'tirdagi tashahhudda o'ltadimmi, o'ltamadimmi? deganga o'xshagan vesveselar bilan odamni ozdirishga tirishadi. Bu ahvol iymoni ojiz, ibodatlarga sal qaraydigan fosiq kishilarda emas, taqvodor ibodatlarini voyaga yetkazib qilishga hirisman kishilarda yuz beradi. Chunki o'g'il qaroqchilarmi quruq uyga kirmaganiga o'xshar, shaytonmi qalbida iymoni az, quruq qalbga kirmaydi. Vesvese taraqqiy qilib o'zining ibodatlaridan o'zi rozi bo'lmaydigan bir holatga keladi. Buni hal qilish uchun oldin bilan vesvesening mohiyati va xarakterini tushunishga to'g'ri keladi. Undaqda vesvesening mohiyati nima? Vesvese ikkilanish, taraddudlanish va tashvishlanish degan ma'noda. Buning mohiyati musibatga o'xshaydi. Biz uni qancha o'ylagan sari shuncha cho'nqurlaydi. Biz uni o'ylamay tashlab etsak, yo'qolish qarab mangadi. Ahamiyat bergan sari murakkablashadi, pisand qilmasak besiqib qoladi. Cho'ng masala deb e'tiborga olgan sari cho'ngiydi, kichik masala deb e'tiborga olmasak kichiklaydi. Qo'rqgan sari eg'irlashadi, qo'rqmasa yengillaydi. Mohiyatini bilmasa odamda o'rnab qilib taraqqiy qiladi, mohiyatini bilsa yo'qaydi. Hukmini bilmagan ishlarda ko'p bo'ladi, aniq ma'lumotga ega bo'lgan ishlarda nihoyat az bo'ladi. Undaqda shaytonning taktikasi bo'lgan bu vesvesega qanday taqobil turamiz? Biz buningga taqobil turish uchun oldin bilan shak bilan vesvesening farqini aniq bilib olishimiz kerak. Ba'zi odamlarda vesvese bo'ladi, ba'zi odamlarda shak bo'ladi. Shak bilan vesvese boshlanish va shakli jihatda o'xshash. Ammo shak odamda izchil bo'lmaydi, ba'zida yuz beradi. Buni fiqhiy qoida bilan hal qilamiz. Masalan, tahoratda ikkilanib qilib, beshimga masih qildimmi, qilmadimmi deb ikkilanib qolgan bo'lsak, ya'ni shaklanib qolgan bo'lsak, qilmaganlikni asos qilib beshimizga qayta masih qilamiz. Namozda men hozir 2-rakatdimi yoki 3-rakatdimi deb ikkilanib qolgan bo'lsak, ya'ni shaklanib qolgan bo'lsak, 2-rakatni asos qilib namozimizni davomlashtiramiz. Chunki aniq ish 2-rakat. Bizning shaklanib qolganimiz 3-rakat. Shakda jazmiyatni asos qilamiz, ya'ni aniq ishni asos qilamiz, shakni e'tiborga olmaymiz. Ammo vesvese odamda izchil bo'ladi, hatto odatga aylanib qoladi. Yana bir farqi odam shakni unutib ketishga, yutib ketishga oldiraydi. Masalan, beshimga masih qildimmi, qilmadimmi deb shaklanib qolgan odam, qilgandimi deb yutib ketishga, uni cho'nqurlamaslik qaldiraydi. Ammo vesvese odamni quyib etmaydi. Sening cho'qim putingning barmoqlarining orasiga suv o'tmadi. Namozing chala qoldi. Beshingga masih qilmading. Hatto cho'ng tahorat elish uchun o'sting daryoga tushsimi, xuddi badining biri chala qolgandek his qilib qoladi. Bu vesvesening alomati. Shuning uchun vesvesega berilgan hukm shakka berilgan hukmga o'xshamaydi. Shariatda vesvese faqat e'tiborga ilinmaydi. Masalan, namozda men hozir 2-rakatdimi yoki 3-rakatdimi deb doim erishadigan vesvesega tushadigan odam men 3-rakatda deb namozni davom qiladi. Sinjoq bo'lgandan keyin kichik tahorat tomchilaganmidi? Yuyungan vaqtida badanimdan biror yeri chala qolganmidi deb davomli izchil vesvesega mubtalo bo'lgan odam bu vesvesani e'tiborga olmaydi, pisand qilmaydi. Ya'ni namozlarim, tahoratlarim, yuyunishlarim to'liq bo'ldi, ado bo'ldi deb davom qiladi. Chunki bu xil vesvese kasallik. Buning qancha ahamiyat bergansa, qancha cho'nqurlashgansa shuncha eg'irlaydi. Ahamiyat bermasa, unutib ketsa, tashlab etsa yo'qaydi. Buni davolash usuli birinchidan vesvesega tushgan masalalardagi hukmlarni aniq bilish, bilgandan keyin uningga qo'rqmay amal qilish. Vesvesega tushgan odam iznish orqali o'zi his qilmasdan nurg'un masalalarning hukmlarini bilib qoladi, ammo bilgan narsaga amal qilishdan qo'rqadi va xotirjamsizlik his qiladi. Chuqur qo'rqmay bu shariatning hukmi deb amal qilish kerak. Ikkinchisi shaytondan panohlik tilash va so'l tarafga 3 qatim tukurish. Payg'ambar alayhisolamning qishig'a Osmon ibn Abul As degan sahoba kelib, shaytonning uni namozda va qiroatlarda elishtirganligini shikoyat qildi. Payg'ambar alayhisolam uningga "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" degan va so'l tarafga 3 qatim tukurgan dedi. Bu sahoba deydi, "Men Rasululloh degan bo'yicha qildim. Alloh taolo mendan bu vesvesini ko'taribdi" deydi. Li ajlika ya Rabbi nas'a bila tawanin wa tahlu tariqul khatar nasiru wa nanshu